Xolis aytaman, qadrdonlar juda ham akkuratni haydalgan texnika ekan. Qiziq bo'lsa videoga bitta like bosib ko'rib turinglar, ma'lumotlarni beraman. To'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Qadrdonlar Zavodskoy 55-110 kamatimiz 90-yilda ishlab chiqarilgan realniy ishlab turgan texnika. Buni umumiy 6 ta baloni 70% atrofida, orqa mosga 4 ta yangi taxlit. Bir oycha bo'ldi desak, bir oy bo'ldi. O'zini dizel motoriga metan uстановка qilingan, vali standart, moydan moygacha 1 litr shunga borib bormaydi. Endi bu dizel motoriga qilinganligi uchun yetdi, nisbatan aniq hisobi bor. Buni Kamaz haydaydigan akalarimiz yaxshi bilishadi. Korobka bezilikli, lekin kavlarlarni yevro. Mashalloh. 4 ta 100 talik gaz ballon bilan jihozlangan, 2 ta 90 talik akkumulyator qancha bo'ldi desiz qo'ygan? 1 yil bo'lyapti. 1 yil bo'ldi. Umuman atkaz qanday edi, xudo xolasa. Ramada shu boshda orqasiga to'g'ri keladi, ikkala tomonda teshikdan yurgan dedingiz. Teshikdan yurgan. Teshikdan yurgan atak strashnogas. Yo'q, aka, olingandan beri shu holatga biron marta hali badavlat qilgan yo'q, ishimiz tushgan. Yashang. Ko'ryapman. O'rta muz ballonlari 70%, orqaga mana 4 ta yangi ballon taqishgan 100% holatda turibdi. Qolgan joyi akkuratni turibdi. Rama ham, padrani ham tushib qo'yinglar. Bunda endi ko'proq otaxon, Xudo rahmatli, sho'r haki pepinga qo'shgan. Orqa darvozasini ham shunga moslashib qo'ygan ekan, aka. Bu akamiz fuga haydashar ekan. Otaxon haydagan aka endi uzun vaqtim bo'lmayapti. Olib maza qilib ishlashsa biz xursand bo'lamiz deyishyapti, ko'ringlar. Mana teleskasi 10 tonnalik, hadavoy tiyagalari ham yangi qo'yilganlar. Reduktor 49 talik. 49 talik. Umuman ovoz yo'q. Yo'q. Labga qo'yilgan, ikkala tomonga o'sha teshikdan tirishga tushganlar qo'yishgan ekan. Ko'ringlar, qolgan joyda kamchiligi yo'q. Tramololi qilingan ekan. Elektr ustanovkasi gazniki ham. Atkaz qilmaydi aka? Yo'q aka, atkaz qilmaydi. Har joydan bir tomchi yo'q chiqmagan-da. Hattoki mana valni bo'ynalari ham to'p-to'p turibdi. Ko'ringlar, oppoq. Har joydan yo'q oqmaganda, qo'yilmoq aka, mashina yo'q oqmaydi. Zo'r turibdi haqiqatan. Havo rasmetr qo'yilgan mana, yuk bilan ham stopda turaveradi. Kabinalari DTP bo'lmagan, faqatgina Yevroton qo'yilgan ekan. Shu paytda qiziqcha qo'yilgan ekan aka. Qolgan joyi rapli holatda turibdi kabinada. Havo radiator qo'yishibdi. Antrizmi suvmi aka? Suvga. Suvga. Qizimaydi? Yo'q aka, qizimaydi mashina. Hozirgi kunlarga 75 yuradi mashina. Suv, ha? Suv hisobiga. Kabinani olib qismini ko'ringlar. Havo rasmetr qo'yilgani uchun mana havo ichiga ham qo'yilgan, trubka tortilgan. Ya'ni elektriskiy bo'lmaydi. Havoni o'ziga ishlaveradi podiyomlar. To'g'rimi aka? Mana salonlarchi ham yaxshi holatda turibdi. Tapchalar qo'yishibdi. Xotirjam. O'chirda yo'lsalaring. Qulay qilishibdi. Yosh katta otaxon haydagan ekanlar, joylari jannatdan bo'lsa o'tib ketishibdi. Hamma yo'g'iga o'zlari qarardilar dedi. Akamiz, lekin texnikaning holati zo'r. Olib maza qilib ishlatadigan ekan. Zo'r. Ko'rib turganlaringiz umuman tutmagan yo'q. Umuman avtorasxod yo'q hisob. Texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida turibdi. Narxini 12 million so'rashyapti. Xudo xolasa naqd bilan kelsalaring savdolashadigan joyi bor. Hujjatlari otaxonning nomida ekan. Aka harakat qilyapman. Xudo xolasa kelsa qilib beraman. Hamma hujjatni to'shni qilib beraman deyapti. To'g'rimi aka? Hujjat haqida beraman. Hujjatlarni qilib beraman. Muammosi yo'q hujjatlardan muammo yo'q. Xudo xolasa. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalardan, narxlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.